o'z vaqtida bo'lib o'tgan ishlar xuddi tunugili bo'lgandek tuyuladi. Kelayotgan Rahman ku, onun hali qaramandı. Onu boş çağlamanglar. Ambaldı ya yaman deganni almaganmi? Shunday qilaylik. Ne turunglar? Sujini kagidi ko'rdingmi? Ha? Qani Suji marhamat. Hey, tursun. O kishi kim o? Qaysi? Sujining kendi kelayotgan-chi. Rahman degan shu. Boqqa qaraydi. Men teri gongshega yeng kelgan ikkinchi Sujimikin debdiman. Allah'ın ustam, bize her günü müşündak bir kıl seninle evremdik. Şofurla patan kılındığa vak boldu. Bu kandak gep. Ben size geçsem bu ay bu küllerde bizden şoklu mu taksik etkili oldu? Onun şükür, uğrunu aldın bir kapam aşını tatvağınımızdan özde. Bizden talihimiz değil mi? O Bağ Rahman'dan beri domuzda. Bizden nemi de köktattan kısıdı. Onda hukukunu onun kim veripti? Yazmakta. Sen yeni geldin. Bazı işlerden tek haberin yok. Rahman degen bu adam ne? Boş çağlama. O adetki adam emez. O asli pazarda beni azastı. İştesi bir şağrıydıgan. Taksikeçlikte gül kestiriydigan bir nimeti. Bizden çocuğu onun işe kaldı. Onu bak karaydı degen bilen. Hazır o bizden yolgulukta yüzlük adam. Onu çocuğun bilen hiç kimden gibi etmeydi. Mimel degen bilen bak karaydıgan adam ken ko. Yolvasını kendi itip algan Türkiye'ye kim çıkılalaydı deysen? Bu gepin geçenmeyme. Sen bu bir hareketin peşva yegendiğin için bundak nöççülük kılamay kalırsan. Berakatim, Naid'in bir neçeyle hizmet eşirgili kilirdi. Çocuğu tamakını 10 neç kişi koş karsın der. Ben de ustamı gepe etipedi. Allah'ım usta! Allah'ım usta! Naid'in bir falak etken, çocuğu tamakını 10 neç kişi koş karsın dedi. Ustam, çay içip getirin sen. Koş demek ki değil. Oldu, çay içip koş! Şunun bilen Mollahun ustam ciddi tayarlık kirişip, iki kolunu töt kılamayvatkanda aşxanaga Rahman kirip keledi. Şokla. Göç bir şey çıktı. Mollahun, yeni meyman geldi mi? Hem de yüzünü bir küsat gideksen de. Hemisi işini itip bulup, bakkı berip, eylik bulacaksın ki ahyani ağdırıyor dense, ha? Tehi, tünüğünü bir gün ya ağdırdım ko. Bu gepçe bakkı bağlı yokken de, lekin bu gepni Sadık Suci öz ağdı bilen degenci mi? Kömey vatansa, özlem yalğız 10-20 adamdan tamıgın etkice bir kulunu işki kılamayvatsam. Bakkı berip ya ağdırgılı, ne dedi çola? Senle ya ağdırmasan, seyt erimesen,
Tamaqni nim bilan yeysan, ha? Ko'pchilikni o't yesundan-ta. Bunda qilayli. İkimiz o'rnimizni almashtiraylik. Sen tamaq et, men yağdıray. O'zim yolg'iz ishni qilamig'idekman. To'xta. Lagorta. Yağdırma. Gepingni ochiq qil. Senga Avdursunda sodiq so'zi o'zi degan bo'lsa, sen ketsang, men tamaq qilamdan. Sen zodim nima qildaysa, noydi mehmonchildi deb oldirayotganimni. Sen ko'mayotsan. Yaxshi. Sen bormaysan. Xat to'xtatdi. Yağdırmaydigan noche, aldırmaydı. Özlerini sen bir tunutmuşsan. Hem limonu. Koğayeli. Nöbet özür geldi. Demişim o. Rahman, Sadık Şoji'nin okuduğunun faydını. Mollah'ın ustamıға özünü bir tanıtıp koydu. Mollah'ın ustam, derdini kim geçsin? Hem ben için. Belli. Tazımı yarışıktı. Kandarak Mollah'ın ustam. Kılat iş kaldı mı? Kulağındakini çümüş mü gidersen ketmenken de, ha? Hılı kanlışıptı. Nemini degen bilen bazı men sozan kolda. Karaganda yanağında taş çıkıp yesi bağıdak, ha? Ben bazağı görüp geçe abdarak işte, ha? Yasnaka, jüngü bıramdık. Jüngüle? Bu yedi monçu bağ mı? Bu yedi bir şah monçusu var. Şah monçusu? He. Yasnaka, işaret etmiş. Avayla. Qara, mana bu şah monçisi. Bizning kichik bog'da ko'limiz. Qandaq? Yaramdi. Yaxshi ekan. Asta, selib ketma. Mana bu yerdan tush. Mana, qulamni tut. To'xta, men avval tushay. Nima degan so'g'aq suv bu? Suv ichmagili o'zim bo'pti ekan. Nima degan rahat. Bugün biz Rahtan Işaq'la öz bulduk. Şimdi şundaq bolsaq bo'ladi bu. Shundaq bo'lish tasmeti. Atiyani kamamdiq. Shundaq asandansan? Ishni qo'rqmasan? Rahat Sen cümlesen kişini kumadan çıkaramaydı ki. Bana meniki kara. Sen hadi bak. Öyle. Hey! Bu költeki tuşağın kaysın. Nima qilsizlar, ha? Men Tursun. Yiningdagi kim o? Chiroqni o'chirayotsangiz bo'lmamdi. Bizning yalang'ochligimizni hamma odam ko'rsin demoqchimi ya? Chiroqni o'chiraysan. Bizni ko'rib qolmadingizmi? Gepine qara buni. Qitalaŋash qilib hammasi o'xshash. Bilamsan, ha? Hatto podishonimi to'liq olmaydi. Ha. Kiyimlaringni kiyib dara chiqib ketish. Bak kirmoqchi bo'lsang, darvozani qaqib kirish. O'xshash suqunib kirmay. Sen, Vallahi Yasnaka, onun bilan tang bo'lma. O hamma odamga shunday.
Acap qildi. Bo'ldi, uning gapini qilma. Hey. Bundoq kechida nadin kelgan mashinda? Boqqa to'xtaganda qildi. Kechida nima ish bor? Qarab qayli. Mana yana ish qayli. Chet. Aslan, çabuk ol. Aman çıkar. Kimler gel? Köyde mi? Ben gidemedim. Sen kıra bakın. Gel. Çıkar. Senin yeli aşıladıgının kimler o? Eylaq sevet getirip algan fakat semiz kişi Gongşe doktorxanasının başlığı atavullah. Keyindik uzun tura açlık punktinin başlığı. Maşının üstetikisi kaparatisini jinglis. Qağallarını men tanımaydı ekanman. Hep bu ablahlar. Nahidin bahalı o'tilar kelsa, kagilib bizgil kildi ekan.
Antda. Shoji Aqsoqolning olg'i yog' bilan o'xshaydi, bağlashqal bilan degan gapni anglamaganmi? Ular shunday tavuzimizni yeb, bizni qancha chiqib bahala. Estağfurullah. Nima qilinglar bu? Sizlarning ko'zinglar bormi, yo'qmi? Ha? Bu tavuzda anangning haqqi bormi? Ha? Tavuz degan kasga emas, uzaverganim bu. Ha? Men qaysi tavuzni uzdisam, shu tavuzni uzishmamsa, aqasini menga tavuz berishmaganmi? Ha? Belgisilingan tavuzlarni uzguchi bo'lishma. Qaramanıga Shoji tavuzdan bir alışıp qapti. Nima? Shoji tavuzi? Yasnaka, mana bu sergan xatning ma'nosini bilamsan? Bilmaydi ekanman. Sen rost bilmaysan? Bizning Shojining ismi Sodiq. Uning ismining bosh harfi emasmi? Mundaqda, ashlarning hammasi Shojiga olib qo'ygan tavuzlar ekanda. Man qara Yasnaka. Rahmanın Shojiga atagan asli az emas. Bog'dagi har bir daraxtda seher bu yo'qliq. Taxlaning deyishicha, hatto Rahmanning mumsigimi seher bu yo'qligan ekan. Mana amdi yapaqsin. Anladыңmı? Bizning yo'lg'iliq yana noya bo'yicha yozliq tushishda birinchi yoktu. Bu natija yana Rahmanning yiliqi emas. Ba'zilar mensiga cho'ng'aygan sari so'g'a amir qolib qoladi ekan. Og'zini yog'lab tursang, ishingni osariq berar ekan. Bizning Shoji shundoq usul bilan o'mchikdek o'ziga bir munosabat to'g'ri to'qigan. Har qanday hasharat u to'g'ri tegiblik etsa, to'g'ri tushib qoladi. Yuqorida ba'zilar bizning Shojiga muhtoj. Bizning Shoji bog'dagi Rahmonga muhtoj. Rahmanmi Shojining huquqidan foydalanib o'zining to'g'rini to'qiydi. Ularning o'rtasidagi munosabat shundoq. Shunga kimki yo'lg'iliqda oddaroq jon boqaman desa, oldi bilan taxsikashlikni oddaroq o'rganish kerak. Bizning Shoji shundoq g'alchilar amroq. Yasnaka, anladыңmı? Rahmanning cho'ng qizi yo'lni minib yurib, etizamgigidan qo'shni doktorxonasiga yetkazib oldi. Yaqinda yana bo'lim oshirg'ili viloyat tibbiy maktab o'qishga deb anladik. Vaqtliq yordamlashib degan qo'y. Ha, xudo o'zi biladi. Bu yil nahiyadan ajratilgan qutquzish ashlig'ining umum soni mushinchilik. Bizning tekshirish natijamiz mundaq. Avatadi bilan bazadadida afat yuz berganlikdan o'sli yaxshi emas ekan. Lekin ular vazifani o'rinlash uchun urug'liqning bir qismini yuqori topshiribdi. Eng boy deyilgan bir qancha o'ylikmi 2-3 oyda jon boqadigan. Qumliqdagida ahvol texim eg'ir ekan. Ular bo'ldi, bu ahvollardan xabarim bor. Jadvalni ishlab bo'ldingizmi? Mana bu qutquzish ashlig'ini taqsimlash jadvali. Bo'ladi. Siz bir ormayli, avvaldan ko'rib chiqay. Ondan Batkom jig'ini muzokara qilib bekitaylik. Shoji qanday qilganlar? Amin. Allohu akbar. Men keldim. Nima kechikdim? O'svaqon shahardan chiqibdi-ki, uni elini uzib qo'ydim. Shunga biroz kechikib qoldim. Eli qish qanday qoldi? Ish joyida. Mana. Lekin bu ish osonga to'xtamadi Shoji. Bo'pti. Bu ishni aytib obdan kelibdi. Yasin deb kelibdi. Qutquzish ashlig'ini taqsimlash bilan kelibdi ekan. Shoji, sizlar qutquzish ashlig'ining hammasini tarqat etmoqchimi? Anglasam bu yil qutquzish ashlig'i noyda chiqmish. O'tlama. O'svaqning aytishi qorong'i bozorda oshliqning bahsi yana o'rlabdi. Oldirab bu oshliqni bir taraf qilyapmizlar. O'tlama. Shunga fursatni qo'ldan bermay.
aşığını. Darhal. Hey, Kadir diyeceğim. Akilotqa Yasin emas bu. Yasin. Kadir diyeceğim. Doyak kepsiz. Çıkam Yasin. Bizning dadibizada qanchalik qutquzish ashliq taqdim bo'ldi? 7500 jang. 7500 jang. Ammo bizga odan 2000 jang to'yda. Bu zodi qandaq gap? Men ishlagan jadvalda hargiz xatolik yo'q. Komissiya muzokara qilmadi. Bu qandaq bo'lgani? Çıkam Yasin. Sizning xabarimiz bor. Biz duyning ashlig'ining hammasini yuqori topshiriq etgan. Komissiyani lavhaga erishtiramiz deb. Hatto urug'ni yuqori topshirib etdik. Sizlar bizga 2000 jang ashliq bersanglar, men ko'pchilikni nima deyman? Mubodi birasi ochdan o'lib ketsa, buningga qanday qilib, ha? Bizga ichinglar og'riqlamanda, ha? Ne bo'ldi Yasin? Shoji. Komissiya partkom yig'in ochmay turib, siz asli bekitilgan taqsimot loyihasini nimishqa inkor qilyaptingiz? Siz nima demoqchi? Qutquzish ashlig'ini davlat dehqonlarni qiyinchilikdan qutqizish uchun bergan tursa, siz nimishqa tekshirmayla qisib qoldingiz. Qumluq tadviyi komissiyani lavhaga erishtirish uchun urug'liqni yuqori topshirib o'tgan. Ularning qiyinchiligini bilib turib, nemish ulardan 5000 jang ashliqni tutib qoldingiz. Agar odam o'z qanday qilsiz? O anangni. Ochliqdan o'lsa, ochg'o'rlar o'lib, qo'shqin to'ysin deydi odam. Obda ishish kerak. Vazifani o'rdiyan bo'lgandan keyin plan bo'yicha ochliq taqib berishga bo'lmaydi. Bu mening qonunim. Davlatning ochliq talab qilib turib, texnik bino yo'qolligini. Şunu bilip koyun ki siz degan komissiyaning kadri. Ben bolsam shoji. Biz aşında ho'rlarning gapini albatta qilmasligimiz lozim. Uqdingizmi? Shoji. Sizni shuni bilib qo'ying. Ilgari sizni shularning bir setingiz ehtimol unutib qolgan o'xshaysiz. Dal o'zingiz davatgan aşı o'rinlar. Yolg'onlikqa nurg'un boylik yaratib bergan. Sizga nurg'un shon shuhrat keltirgan. Ular jafoga chidab kecha kunduz emgak qilyotdi. Davlatga ochliq to'hfa qilish uchun jon tikib ishlayotdi. Bugungi kunda ular och qo'saq ketmay chepayotganda jon saqlashga berilgan ozg'ina ochliqni qisib qilishga ko'nglingiz qanday unidi? Açlık terganlar aç qo'saq ketmay chepayotsa, ozroqmi xijil bo'lmamsiz? Chiqa. Qo'limizdan ketaman. Lekin shuni unutib qolmang. Siz yolg'onlik komissiya partkomining shujisi. Oy. Bulut gönlüm deryada biliqimni yaxshi yani tapqanda yamanni unutunni ey kuşlarımın derdinde layıklar
yutulgan kimda Tursun. Navadı mən oqoq tutsam. Eyt baqa. Menin qıldığan birinci işim neyme? Men nədim bilək? Menin qıldığan birinci işim Rahman'ın bağıdın qoğlap çıqır iş. Ondaqda baqı kim qaraydı? Oylap tapamıdın mı? Baqı qaraşqı seni qoyman. Mən haqiq agronomdun birini təklif qilib bağını, meyve sortunu yaxşılaydigan, yeni sort yetiştirdigan təcrübəsiga aylandırman. Mən 10 yıl əcir qilib, to'g'ri 10 yıl əcir sundurib, yulg'unlikni o'zgartiraman. Bütün Şinjangda, bütün memlekette yulg'unlikning meyve chorlarining danqini chiqarib, xalqaro bozorga kirgizaman. Men baqı qarab beremeyman. Hemis neymiş demoqchisan? Poyuz aytmoqchimi? Yo'q. Burun shunda qo'yilgan. Hozir Undaq sen. Taşıda oqsam deyman. Taşıda. Bağlanchilikni o'qig'im bor. Yasmaka. O'zimni bilaman. Daşıya kirish oson emas. Balki amalga oshmasligim mumkin. Lekin bu xiyolimdan zodli kechamayapman. To'lim ichim pushyapti. Rastında daşıya kirgin bormi? Yaraydi. Men oqoq tutqanda qildigan ishimning ikkinchisi seni daşıya qavatdi. Yo'q, men o'z kuchim bilan, haqiqiy bilim iqtidorim bilan kiraman. Belli, yaraydi. Jigirim bor ekan. Aytqina qani, sen qanday yordam qilay? Şehri tunuşturmamı? Bana bir yeriş, özlüğüde ügünüş dersligi lazımdı. Birisi bor. Bu ishni cho'qim yaxshi bejara oladi. O kim? Kız mı? Şeytan. Cho'nglarning ishiga aralashmaydigan. Tursun yol boyu muşunlaq untulğusuz vakalarını əslab, özünün kadrdan yurtlar yetib geldi. Şiirin meyveler bilen tolğan bağdan kilib atqan yakınlıq bırakla yemakni yarmaktı. O öz gayesi, arzu armallarını iş aşırmakçı boğan bu bağının aldıda özü kütmeden bir işli yol attı. Rahmet. Hayır hoş. Oğul gıyla, hat toktap duruş. Bu dokile kalmışsan aman kalkın ben bir kürey. Haramlıkla. Yeni kirişe. Rahman? Yigit, kimden izleysiz? Çatılamakçı meseniz? Bizim bağımız çatılı 5 yakşı. Alamsız anlamsız. Uy. Ya Rabbim, bu Tursun ko. Ay Tursun kaçıp gitti. Bak yakşı oldu. Senin kaçıp gidişini ben oynat mı kömeptiken ben. Mektepte tüytüklü kilişin mi? Hazırlama şimdi düşsün mü? Şunca musabıkın kilip kançı çarşap ketkense. Bizim öy gibi herif birden armayla bağın. Bağının meyvesizden tetip bakın. Kıra. Öyle. Bak yaxşı oldu. Bizim bu yerde Ürümçideki Ali mektepte tügetken ziyalidin birisi daha oldu. Bak yaxşı oldu. Kıra. Bak yaxşı oldu. Tursun canıskam, şapkalığı eğiz taksile, yanıl üzüp gelgin. Üzümlerimiz mi tahsı oxşidi? Ağa oturayla, kıra. Ben tavus biçip biley.
Tursun bu tonuş bakı nazar taşlap özünün izlerini izlemekti. O baraksan alma derhinin tüyügü kelgenede. Bunundan 4 yıl ilgiri yüz bergen kiçikkini vaka onun aldığı gavdlendi. Rahman aka, başkın dersler, ana var. Nimanda cizmin tolun yemesen. Bergenini ilip yolun mamam sen. Mamam. Hayali. Okuyun. Necek bir istekte kutup bu. Nimi gerek? Bosla. Çakarak bizim demem la. Rahman akın. Anaca. Odan turupla. Özür kep kapla. Bunu ben özüm atıp durtun emas mı? Bana özem geldi. Kın öpürem la. Akman tayya. Mana. Vakıf. Rahman akın. Rahmet silige. Sını avar koyup dimene. Rahmet. Makılan Bu ya la. Qaydan la. Koşa mısın? Qaragana Rahman degan mütehemmi köktatma tas qildirini. Boğatdan tutup qo'ydi. Estağfurullah. Rahman. Şimdi de beni itanırım. Taviz getirmem. İfadeni bakısı savaştığının yok. Öyle uyap bir mizman yapına verdi. Mizmanım lan benim Ben ağrım. Samağı içbereydi dedim. Sen lan neyi saldırdık vaktim yok. Senin bu Ha, kaçın geldi. Sen yeni demekçi. Sey alime. Sey alime. Kandak sey. Dimen sen. Şoklu alime. Yok. Andaktı lazıcı. Laza. Yok. Şu cehennemden götürüp getip atmanı lazı bilen şoklu olmayı çamgur mu ya? Ben bu gel sey satmayayım ha. Kalsın kına kılıçta. Ben satmayayım ha. Ben istemez. Kalsın o nim bala kaldım ben ha. Ben istemez. Ben dükkana takıdım. Satmayım ben. Sen zaten nime kılmakçı? Andaktı bu pulun üstügümü şu cephe koypeş gereken de. Tursun. Neke? Sen berip şoklu bilen lazı tutup gel. Üzüşacaksız. Rahman akam allı burun köktatını tayarlap koyup öz unutup qağa oqsaydı. Köktatda qaçılap öç pulunu atatsınlar. Hep toktattır. İlişe, hem mi de iliş? Bunu mu ilişe? Ali mektep okuttu. Sizlen tanıştık bey. Bu yakmenin yakın ağabeyim Tursun bulur. Yaxşımsın. Bu menin sabah biçim Roşengül. Hazır Kaşka TV mektepte okudu da. Yazlık takıldım paydın et. Ben bilen köşkük yok. Roşengül açar siz gelsizler. Yasmakam sizi ağzını işemekti. Ben yasından siz doğruluk hel burunlu ağağa. Bakın şuatkanda bak kararın kerker kılıp tazın tasın soğuk gel. Bana bu Roşengül sana atlatıp gelgen bugün işte eşligi. Pek yaxşı qıpsız. Rahmet sizge. Karan, bu bizden bağını alımız. Bu yıl taze okşidi. Yürün, bak kırıp ne bilen gör çıkaydı.
Bu rasvochilik ne? Nomus qilmay olma o'g'irlayotganini qaranglar buni. Ha? Ko'p kunduzda olma o'g'irlayapti bu. Aytay o'g'ri. Ha, ko'pchilikka aytib qaqira. Ha, Raslı oğulmadım. Bana işçinim, ben alma oğulmadım. Bana işçinim. Ben raslı alma oğulmadım. men o'g'irlamadim. Buni kim o'g'irladi? Bu nima? Bu olma nereden kelib qoldi? Ha? Tataqaqina. Shuji o'zi aytgan, uning ruxsatini olmay turib, baqib kirganlardan mayli kadr yoki a'zo bo'lsin, ishkiyan. Agar olma o'g'irladim bo'lsa, 5 ilindi. Agar sen ixar bo'lmasang, men seni o'g'ir deb Shujining oldiga aparaman. Mana o'g'ri. Mana Kim oğurken? Bilip koy Rahman, oğur diyen sen. nima? Men o'g'rimi? Ha? Gapini o'chiqla. Men pul o'g'irlabmanmi yoki oshqmi? Ha? Nima deydi ma'vo? Ha? Gapini o'chiqla. Ha? Nima deydi bu? Ha? Gap qilmamsan? Sen pitbul bağını oğuruldun. Sana paket gerek mi? Qaraptı Rahman. Aman bir günü hem kılmışsın cevabını verse. Bağını o'g'irlading? Ko'mamdan xaloyiq, ha? Olmani o'g'irlashni o'g'irlab qo'yib, menga qarni chaplayotdi. Ha? Nima mushtaq ishlar bor? Ko'rdinglarmi men rasmoni? Ha, qaranglar. Ha, o'g'irlashni o'g'irlab qo'yib, menga chaplamoqchi bo'ldi. Sen anglabdi. Men Rahman haqning xotinini olib qochadiganlardan emas. Uqdingmi? Ha? Men sana yana bir qitim aytib qo'yay. Men Rahman azaldan haqning xotinini olib qochadiganlardan emas. Ha? Nomus qilsangchi, ko'p kunduzda bir qizni daraxt toyisiga akirib quchoqlab, u yer bu yerni silab, yugini qaramam degan, u nomus qilsangchi, u o'g'ri. Kimizdeysiz? Ben Yasin Şucimizdeydim. Ürümçiden gelişim. Yasin Şucimizdeydik ya sizde. Çıkalım sıra. Sıra. Ekile, bana beri. Çay içeceğim. Rahmet. Yasin Şucim meclis ketkendi. Birden oturup durasız. Bulandı. Olur. Ben bu kapakı çıkışında Gümüşe Partkom'a bir kan sol koymakçıyım. Gümüşe'deki organ kadroları halısan emgak kılıp aşkan koğunluk bilen köktatlıktan kirgen kirim kançılık. İsavat kırızlıdı mı yok? Nemiş Gümüşe aşkansıda köktat yetişmeydi. Bağdan çıkan badam, işte, şaptol, encirge okşaş, en yakşı meyveler her yıl ne kitiyordu? İsavat inik mi? Resmiyet doğru mu? Rahman bağının koğunlarını, köktatlarını öl satıdı. Nakbıl jığıp aldı. Bu okokni onunla kim bergen? O jığıp algan pulla hisabatga kirgizildi mi? Maliyat tizimiga xilop mundaq ahvol nemishqa hozirgacha surishtirilmaydi? Texmi egri Rahmanning qirang'i bozorda ochliq setayotganligini ammo burunla inkor qilgan. Sotqa ochlig'i oz emas. O bu ochliq nerdan olgan? Devlet bergen qutquzish ochlig'ining yerimi ne ketdi? Arkasını şunla solup alamak işemizde. Aslında mundakın emasma. Şunu demem bak, ben burunlu bilgen. Şu emasma. Parmanla. Uzun göz olup rasiyat gelir Allah bakır. Rasiyla. Vay Mehmet Ağon. Su kitidu, taş kalıdu. Osmu kitidu, kaş kalıdu degen gep bağ emasma. Hizmet grupsi ketkendin kiyin. Bu biçare yigitning hali nundok kitayki. Bu xiri jigiri va jigitken Xudo o'z panohida saqlag'ay.
Yolg'onlik ko'chadiki bu ijtimoiy munosabat to'g'ri ommaga ziyon soldi. Partiyamizning inovatini to'kdi. Men bir partiya a'zosi va Gumshe kadr bo'lib sifatim bilan xizmat guruhining astoydil tekshirishni va jiddiy chora ko'rishni qattiq talab qilaman. Yalğan qapqaq etiş hareketi üstünde cimcikli to'xtab qoldi. Nahillik partidan xizmat guruhi bir kun atiganda nishqidu yolg'onlikdan ümidsiz chiqib ketdi. Shunchi o'z o'rnida qoldi. Ikkinchi shunchi o'tganmidi. Ko'chada go'yo hech qanday ish bo'lmagandek hamma narsa burunqi ketib qolaverdi. Fakat Yasin'in o'rni o'zgardi. U vazifasidan qoldirilib, eng nomrod, eng qalab, qulluqdagi yo'taldi. Endi turib qolinglar. Qaytib ketinglar. Yasin aka, o'zingni ko'p asra. Yasin, az bosma buni ilova. Xudo omonat. Hey Yasin!
Yanındaki ayağını etiver. Onu su kattı. Yeter ne al sizin aşka vay eder gül tamam tekrar sabret yıllar. Yasin, Kadir, Koşun askanda. Maniye. Atınca. Ayada bir bulakta. Bulak beşik barayla. Maqul. Laçın sofan Kuşkannim Sadek Vayedar bir Can yoldayız Vasiba Vayedar bir Yasin. Vallahi naka. Bo'ldi, turma. Ukam Yasin, qanday qilib avvalo salomatligim yaxshidir. Atdiganda nashta qilmagan sabab. Nashta qilib ol. Hozir qaytiq og'ash kelaverdi. Chiqaq. Man qarayapti. Bu Shangilga nima deb xat yozmaydi? U sana necha parcha xat yozgan? Bu qatam uning xatini Oloydan o'zim og'ish keldi. Seni kögülü, birlikilimiz deb maslahatlaşib qo'ygandik. Bugun attiganlar shuji uni suvan birning qurilishiga evatibdi. Sana salom aytdi. Yasin çocuğum, ayollarına bir katani tuttu. Tushdan keyin
Siz uqtirishga o'ting. Men qanday uqtirishga? Ha, bo'ldi, shunday qiling. Siz men deganda qiling, ha. Ma'qul. Yasin shuji. Qo'l ko'rsatibdi. Mana yerda. Yasin shuji. Urumchida mehmon ketdi. Bo'ldi. Hozir kirma. Ha. Nima edi? Urumchidan Tursun bo'lmasa yana. Tursun, yasaka. Rostdan sen kimsan-ku? O'qishim bitdimi? O'qishim bitdi. Matematik o'qiyapman. Yasaka, obdan turyapsan? Obdan turyapman. Kagini aytib yopdi. Kel. O'ta. Bir qanchadan buyon bizning bu yerga o'zgarishlarni aytib. Yangiliklarmi oz emas. Yo'lda javob topsansa, Ancha emas. qani, qo'g'in ye. Rahmat. Sen berib oshxonaga deb qo'y. Tomoq tayyorlasin. Ma'qul. Yasaka. O'shangil akam yetkilib keldimi qanday? O'qish bitagandalar mishaga taqsim qilinmagan. Bu kelishni o'z talab qilganda. Molla Xustan. Oy, Tursun. Yasin shujining qanday memini keldikin deb tikaman. Sen kelsanda. Kela. Men bir ko'rib olay. Shahardan kelgan oliy maktab o'quvchisi. Endi yo'l tepsan juma ukam yaraysan. Yaraysan juma. Ustam o'zlari qanday qaraq? Yaxshi. Yanala ilgirkidek ximir jo'g'irdigan, o'tin yardigan, go'sht to'g'raydigan ishlar bilan. Asta, Tursunja ukam. Chiqib ketding nemisi? Men seni izlab burib ketdim, lekin hech nadan topolmadim. Oxiri faraz qilib, aqlcha Yasin cho'jining qishida deb mushaykilishim. Yasin cho'ji bizning yo'lg'ulukdan chiqqan bir kutib, yepon yomon to'liq qildi. Molla Xustan, nagorla. Bunda tamoq yeyli. Xo'sh ukam. Oshxonada biroz ishlar bor edi. Vaqting yetsa, menikiga borasan. Keyin paramshamiz-da. Xo'sh. Tursunja ukam. Ürümçiden kaygicha hamay asma kaygansan, ha? Anlasam Ürümçide onlar yokmuş. Bana tıkan çağda ben sana bir iş anar joylab beray, ha? Bizden bağının meyveri pek okşuducu mu? Bo'ldi. Qani, oliy maktab o'quvchisi tomoqni yeb bo'lmasa qoldi. Ras, tamoq bekinglar. Men sizlar bilan tamoqni bilib bo'lmaydigan bo'ldim. Sal turib, men sizlarni baqqa boshlab baray. Chapaq chiqib Tursun. Qani, anjirdan yana bir nima aytgan. Bo'ldi. Rahmat yetmadi. Endi hech narsa etmaydi. Men bugun podshohni izlab ketdim. Kishilar bizni yerlik haqqan deyishadi. Yerlik degan so'z toz joyini topgan. Biz o'shiqchi top ketib yadimamiz. Kesaköyde o'tiramiz. Yerlik shividi so'zlaymiz. Hatto yerlik siyosatni qo'llaymiz. Rahman ilmi boqqa qaramdi. Biroq sana aytib qo'yay, men uni tamamen boshqa durdim. Bog' masalasi haqida bayotin yo'ldoshlar jiq gap qildi. Men bir qism yo'ldoshlarning fikri qo'shilaman. Rahmanni bog'dan yo'tkab, uning hisobini uzluksiz tekshirish lozim. Boqqa yangi boshdan odam o'rinlashtirish kerak. Yasin shujining fikrining davlati yo'q emas. Rahmandek odamlardan to'liq ehtiyot qilish kerak. Bu jihatda men Yasin shujining fikriga tamoman qo'shilaman. Biroq hozir islohot mazgili. Har bir odamning o'ziga tushliq, biroq ortiqchiligini joriy qildirish tashabbus qilinayotdi. Buni ko'pchilikning obdonroq o'ynab beqishni umid qilaman. Mening fikrim tugidi. Bizning bu yerda bog' boshqaroladiganlar ko'p. Nima uchun Rahmonning ortiqchiligini joriy qildirish kerak ekan? Uning bog'dan foydalanib, pora berib, pora elib, ommaga ziyon qilishiga zodi qachongacha yo'l qo'ymas. Pora elishni Rahman eliq saqalning yo'l ketish bilan qilgan. Hamma ishni bir odamga atib qo'yg'ili bo'lmaydi-ku deyman. Unda qilsak, adil bo'lmay qolarmikin? Ağlasak bunday ekan, islohot elib berildi ekan. Yuzladimi ko'tirib berish yo'lini qo'yildi ekan. Mushunda ko'tirib berilsa, par berish, par elish masalasi tugaydi. Bizning ideyimiz vaziyatga yetishmaganliklar, andan bu ishni qilib bo'libdi. Har qancha isloh qilgandimi, Rahmandek odamni ishlab qilib bo'lmaydi. Sodiq sho'jining mansabdan tushib ketishi
Onun bilan zıç münasebetlik. Rahman aqlli odam. Sho'jining savoqlarini qabul qilmay qolmaydi. Hammamiz ko'ryapmiz. Mo'shu bir necha kundan buyon tayyor turib kashf deb kun bo'yi bag'ishladi. O'lganning ustiga tekkandek ish qilsak, menimcha bo'lmas. Bo'ptamsa, bu narsani kilaqatim. Yani bir muzokarachilik yig'in tugdi. Qara. Hozirgi ahvolimiz mana shunday. Ay, yaxshi, yaxshi. Tursun, sen bilmaysan. Partkom yig'inida har xil fikrlar tushdik. Ko'pchilikning fikriga hurmat qilmasang, texi bo'lmasa. Onun ustiga Nahiye'den qayta telefon kelib, Rahmanning masalasini sovuqqonlik bilan bir taraf qilishimni taplab turdi. Andinchi? Andin bir necha qatim partkom yig'ini ochdik. Lekin hayotdan fikr bir yerdan chiqmadi. Buning ustiga shu chog'da ammichiligi söz çocuklarını demeysendir. Söz çocuklar? Yasın şucu. Bu yakya kapla. Göşelanla. Bağı erkek koyunu göşe. Eli vasla. Hemen eli vasla. Nasıl? Mapul ne? Yasın şucu. Bu ne mi kıkallı? Yallah sağmışla bulmaydı. Sapmasın değmez. Yasın şucu. Seni de prensipideki çöntürdük Allah. Yasın şucu. Sen tuttun la. Ne mi gel? Yani yıkkından beri bazı söz çöçeklerini alıp kaldım. Qandaq söz çöçek mi? Asaslığı Rahman'a görülgen çaralar doğrusu. Ne mi çare? Biz de Rahman'a çare görmedik. O elbette rehberlikning işi. Rastını etqanda bakı qaraş kişiga yaman bo'p qoladigan ish. Bir ishga ega bo'lgan odam yaxshi odamlarning ko'ngliga tegib qo'yishdan saqlanish tez. Bu bog' emasmi? Uningda pul tepishni emas, go'shaning paravonligini ko'zda tutgan gap. Har yili go'shaga ozroq bir nima topshira olsa bo'ldi. Shunday emasmi, Yasin shuji? Ondan hali qisa qolma taxtdan tushib ketdi-ku. Bu qandaq gap? Uning topshirig'ini bog' ketgan ximiyaviy o'g'it, dehqonchilik to'g'rilarga yetmaydi. Onun ustiga har yili shuncha ko'p haqsiz emgak kuchlarini o'rinlashtirib beramiz. Lekin qo'g'in tavuz yalimiz-ku. Ularning hammasi qanday chiqirib uchib ketdimi? O degan boshqarish tuzumidagi masala. Rahmonning bog' boshqarishda bir sürü tajribasi bor. Qaraslar, bog'da qaysi meva yo'q. Muz olma, kishmish o'zim, seriq shaptul, o'rik, anar, badam, jinasta. Ammichida bu xil so'z so'zaklar ko'pmi? Albatta ko'p. Ba'zilar qo'g'in tavuz yalimishning yaxshilarini boshliqlar yuqoridagi rahbarlarga so'q qilib bo'ldi deyishyapti. Bu sizni deganlik emas. Albatta ilgirki rahbarlarga qartilgan gap. Lekin bu hisobotni Rahmonga otib qo'ysak bo'lmaydi. Rahmonning o'zi kuchliq deydi bor. Agar Rahmonni bog'dan yo'tkib yotsanglar, ammo nima deydi? Siz buni o'ylab boqdingmi? Yasin shuchi. Qara, mana bu anjan o'rigi. Bu yer o'rik o'rdan o'xshabdi. Biz har yili qaqsabla xeli kirim qilyapmiz. Sen qaytib kelgandan keyin bu ishlarni o'tkazib olsanda. Albatta shunday qiladi. Jura. Oyoqlarni aylanib keldi. Yaxshimisizlar? Yasin shuji. Qara, bu bizning yangidan qurilgan yog'ochchilik korxonamiz. Japa chekdingiz. Nayt yaxshi ekan. Jura, oyoqlar qarab boqaylik. Bular yangi turki jazlar. Bu aynak jaz qanaqroq ekan? Ko'rinish chiroyli ekan. Jura.
yana bir qatim parkom yig'ini ochdik. Shu yig'inda Rahmanning chattigi jiq, masalasimi oz emas. Biz albatta boshqa bir odamni o'rinlashtirsakmi bo'laveradi. Biroq bizning rahbarlik banzimiz islohotdan keyin saylangan yangi banza. Ba'zilar bizni ko'ngli ko'ksi keng emas ekan, xuddi burungi shujiga o'xshash zarba berib o'ch oladigandan qandaq. Biz bunga diqqat qilishimiz, yangi banzining inoatga ta'sir etishdan saqlanishimiz lozim. Islohotdan keyin saylangan yangi banzi bo'g'ashqa Rahmonni yo'tib kerak. Men o'tgan qatim viloyatga borganimda viloyat partkomining bir ma'lum shujisi bilan uchrashib qoldim. U yana bizning bog'ni aloyidan so'rab qoldi. Qo'mshining kichikkina bir beg'i viloyat partkom ma'lum shujisining diqqatini qo'zg'agan ekan. Biz buni o'ylamasak bo'lamdi. Men ko'pchilikning fikri qo'shilaman. Mening taklifim Rahman yana 1 yil ishlab baqsin, keyin kitobni qarayli. Lekin bog'ning hisobini tekshirib kam chiqqan narsalarni aynan to'ltib olayli. Bak, Ben bunu kızım asap ağam. Ondan kılmışlar. Ne koşup gideyim, ondan kılmışlar. Bak kaydır pes, ondan kılmışlar. Ne koşup gideyim. Ondan kılmışlar deyim. Yatsın işim yok. Bana çıkıyor. Oy, yatsın çocuğu. Kana karar baktılar. Yeni konuşurken ne diyeceğim? Eğer gitmese ben yeni bir amal kapatay. Bu kim aldı? Men peki çoğunbalıktan birisi ilindi mi kinipti men. Yeni yem samsam bo'lmaydi. Çoğunbalık bir aşağıtını sesse qamaq düşmeydi. Malaka, oto yer atamla. Dursun Cavska. Kile. Kegesle, ben biraz yere. Ayak. Öyküreyim. Kanısta akesle. Ben birden yere. İşini begele, hayırlı uzun boptu. Malaka, sizge ürümçinin bir çöğün ağaç kegen. Yaran dikin. İnsanın kegini çoğun şemesme. Şunç pul kaçlat neyme kılattın. Rahmet sana Afgan. Kine tavuz ye. Öyle. Malaka, aşkının işi aldıraş mı? Kadir hava. İligir gidenin köp yakşı Afgan. Anlasam, bağını Rahman götüre veripti. Her jili yukarıga qancha pul tapşırdı? Meni ham tapşırdı o deyme. Nima? Shu so'ng baqa aral meni ham tapşırım da? Ya sen shuji bo'lgandan buyon ishlab chiqarish yomon emas ketyotdi. Ilgirki qaraganda haqning qo'sig'imi to'ydigan bo'ldi. Qo'limi oz to'la pul ko'di. Gazetlarda aytilgan 10 millionlik oilalar tehi chiqmagan bo'lsa-mu, biroq eshak arı setib olgan, uy-joy solgan dehqonlarmi osam. Bu hammadan siyosatning yaxshiligidan bo'ldi. Biroq Yasin shujining chiqqan kuchidan Mollaka, bularning hammasini ko'rdim. Lekin men shuni g'ayran, Yasin akam bog'ni nimch Rahman ko'taradi. Rahmandan boshqa muvofiq odam chiqmadimi? Başta Yasinning unda qilg'isi yo'qdi. Bu menga
kichkina bir bog'vonga chora ko'rishning Gumsheni mundoq zilzilaga keltirishini o'ylab boqmoqchi ekanman deydi. O chog'larda Rahmon qo'yrig'ini ichiga tiqib oldi. Rahmon degan tulkidimi qo'narsa. Sen taze okşaptı. Yakından bu yan aşağının tamığı yakışıp kaldı. Tamak yiyiş adam la. Vallahi ustam. Eli üzgen seyti bu. Vallahi ustam. Yeter mi ki? Qansı tamak bekşilerse, tatmay bekşilerse, ben berip azak emge kılay. Qana. Bo'ladi, pilalını aç. Teşhirilgen ahvaldan qarganda. Nasıl çocuğu? Ben iziptime. Ben başka materyalım. Ben sadık çocuğuna kendi kırıp çık eski işlerini kıttım ben. Ben tıkıldım. Bo'ldi. Bularni biz bilamiz. Aytsangiz bo'ldi. Ben tıkıldım. Yaxshi sizlar. Rahmat sizlarga. Shunchasidan alam qildim. Kimga desa qo'yalayotganmiz-ku. Buni kim aytibdi? Rahmon aytibdi. Sodiq Saqal bachaqda Rahmonning cho'ng qizini Gumshe doktorxonasiga o'rlashtirgandi. Endilikda askirlikda dong chiqargan ikkinchi o'g'li Yezilq hukumatning mashinasini haydayotdi. Ko'tirabadoq deyishdi. Balkim xabaring yo'qdi. Yaqinda Rahmon Bozodadida cho'ng qo'rojoy sotdimish. 6 yig'iz uy oldi. Oq o'yla, qo'y ig'ili, bog', o't yashtiradigan yeri bor ekan. Xilini cho'ng yerni egallabdi. Uningga eng yaxshi yog'och, pishiq, oq ishiltibdi. Semontni boshqalar mashina bilan ekib beribdi. Uning hayrisini bir dema, xudini yo'qotgan gap. Haqiqatan So'bubayning ujumligidanmi chiroyliqmish. Bu ishlarni Yasin akamga aytdingmi? Yasin sho'ji hozir pek oldirash. Tursunka. Kela bolam oldi. Bo'ldi. Yasin sho'ji sizni kasingda edi. Baqol. Ben hazır veray. Men mangay. Toziyat ketgan. Bo'ldi, rahmat. Vallahi ka, ikkimiz bilib boraylik. Men bormasam bo'la. Nima ishqa? Bo'ldilar. Tursun. Neler yurdun? Qarsamda qaldirashgan sen. Chiqib oynib keldim. Kela, o'tir.
Roşangül, qarapaqqa kim kepti? Yaxshimisiz? Roşangül acha qanday ahvolingiz? Ko'rishingiz o'zim bo'ldi deyman. Shundoq. Roşangül bugun kech bizga Petermont etib beraman deb tayyorlik qilib qo'ydi. Bek yaxshi bo'pti. Qani, o'tir. Qani, siz ma'g'ash o'tiring. Yasin Şuci. Nima ish? Maylik so'ri darslikka isohim ketgan. Har qachon o'likqa to'xtam to'g'riliq bo'lish kerak. O'zingiz bir bosing. Bo'lmasa aplashmaydigandek turdi. Bugun uyimda mehmon bor. Bu ishni siz bir tarafga o'ting. Unda qilsak qandaq bo'ladi? O'zingiz bir narsa demasangiz bo'lmay Berayvergin. siz menga aytasiz. Bo'ldi. Asta bu ishni. Sen birdan o'tirib tur. Men hazırlanib kelman. Bo'ladi. Qarmamsiz. Sig'irchilik ishini bir taraf qilamay. Yasin shuji deyishdi. Hajjatni zerikdi kishi. Qani choy iching. Rahmat. Roşangül acha, bu o'ylanlar avuz kelyapsizlar. Xelijar chiqim qilgansizlar. Shundoq. Biroq asosligi Rahmonning ko'rsatgan xizmati cho'ng bo'ldi. Qarang bu teriklarni. Rahmon demigan bo'lsa, Yasin nodimni topsin. Yasin o'silish masalasida toza ish qilib turganda. Yasin Şuci. Qanday ahvolinglar? Qopdan to'lma. Sizlar o'zini biz o'zi qilamiz. Sizlar cho'qim rahat qilamiz. Rahmat. Avar bo'lmanglar. Og'inlardan bir qanchani topsamlar, ish bitadi. Yasin Şuci. Nima deganlar bu? Bunday o'ylansizlar bizga hech gap emas. Boshqalar qanday qilalaydi? Xizmatlar aldirash tursa, bunday ishlarga o'zini avar qilmislar. Bo'ldi, bu ishni biz üstümüzga oldik. Shunaqa bo'lsin. Yasin Şuci. To'xta, sizga ozroq ketibdi. Nima gap? Yasin Şuci. Eliqqa bir qancha bodir el bo'ldi. Nereden topdinglar? Rahmon berdi. U o'zim o'salaman deb tayyorlab qo'yibdi ekan. Hozir sanmaydigan bo'pti. U bodirni turib qolganiga bir necha yil bo'pti. Rahmonning bodirsini hargiz olmayman. Shunchalar asfal bo'lib ketgan bormi? Biz uni pul berganmikin bo'lmadimi? Ya bekag'amisak. Bo'ldi. Bu ishni men qo'yib tasla. Shundoq bo'lsin. Shundoq qilib, bu uy o'ng'ayli kutib qoldi. Roşangül acha, anglasam, Yasin akam Rahmonga ximiyaviy o'g'it tasdiqlab berganlik uchun noillik partikum tanqidlab edik. Rasman. Bu bo'lgan ish. U o'tgan yil atiyasdi. Bizning bu yerda ishlab chiqarish mas'uliyat tizimi endi yo'l qo'yilg'ashqa. Ximiyaviy o'g'it to'limi jiddiy bo'lib ketgan. Har kuni bir necha odam ximiyaviy o'g'it deb uyimizga kelib oladi. Bir kuni oqshomda nemish quduq Yasin dahli chechilib ketdi. Bu nima qilganing? Sen bu ishni qanday qilgansan? Sizlar har kuni mush ish to'g'risida o'g'il qilyapti. Men ular qanday javob beraman? Ximiyaviy o'g'itni ayni sotdi degan so'z nima degan satgan? Men endi shujilikni qanday qilaman? Şuci. Bu ish shundoq bo'lib qoldi. Endi men qanday qilaman? Undaq bo'lsa, ximiyaviy o'g'itning pulichi. Nima? Ximiyaviy o'g'itni sotgan pulchi. Ana acha. Hamma so'zlarda tiklak sunmamda. Nima? Tashladi sen uni. Men nima so'qirdim demaganman. Şuci, hozir haq nad bekardan birini berdilar ish bor. Paxtakni bekar o'sirib olmaydi. Nima zamanda? Keyin bu ish to'g'riliq ko'pchilikdan fikr chiqqan. Lekin Yasinning o'zini qilib, ikkinchi bu ishni eg'izganmidi. Faqat Molla Kamla ishga eg'iz gap qo'ydi. Yasin qaynab ketdi. Bo'ldi. Sen nimani bilasan?
Yasin, bunu deginiz. Gapni az qil. Men Yasin 3 yoshlik kichik bola bo'lmasam, nimani qilish, nimani qilmaslikni o'zim bilaman. Hamma odam o'z ishini o'zidan chiqishni bilsin. Yasin, nima kerak? Oğlukka, onun degan gaplarni hargiz ko'ngillarga olmasla. Topib olmasla. Yasin, sizden ne deginiz o? Adam bundaq mı özgürlük ketken var mı? Qaytib keldim. Oy, gap bilan bo'p ketib, tamoq etishni unutib ketibdim men. Tursun, saqilib qo'ydim a? Rostla aldirashgansan. Shu ji bo'lgandan keyin ishga chiqish, ishdan tushish vaqti bo'lmaydi ekan. Hojatxonaga borsangmi, sirtda seni bir saqlab turgan. Ay, kulmay tur. Rostla shundaq. Hammaga o'zing ko'z quloq bo'lib turmasang bo'lmagidak. Partkom yig'inda men ish taqsim qilib olib mas'ul bo'lishni ta'kidlab kelyapman. Lekin bir emasligi yo'li qolman ular mangil ishtirib qo'ydi. Yasin shuji aql ko'rsatsin, Yasin shujining fikr bo'yicha bo'lsin deb turibsa. Menga nima amal? Birinchi boshliq bo'lgandan keyin karim bo'lmas bo'lmaydi ekan. Kadrlar to'g'risi 10 jin kepak oldigan kichikgina ishqimi, ochliq punktida mening tasdiqimni ko'rgandan keyin ondan talon kesidi. Bunda qishlar tazim jinimga tegdi. Ko'rdingmi bayon qishni? Yasin aka, kunda ko'rgan o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga degan gap emasmi? Bundaqcha qilishni qachondan boshlab o'rganib olding? Sana shuni aytib qo'yay, men Yasin unch qalba emas. Bo'ldi. Bu gaplarni tayyorlamaydi. Hozir sana nima deydiganligimni bilamsan? Bilmayman. Bizning kichik bog'da ko'limiz esingdimi? U joy hech bormi? Berib suv ichib kelayli. Ajab yaxshi bo'ldi. Bizning birinchi qatim bu yerga kelganimiz esingdimi? Esimda. Rahmonning askirliklarini qandoq unutib ketgili bo'lsin. Mama, bunda kimilman? Bu yerdan qaytib, nima qilyapsizlar, ha? Kemani chiqib ketasiz. Bizning kichik boda kulimiz burunqidakmiki? Yo'q, burunqa qaraganda texnik go'zallashib ketdi. O'zgarishni aytdingmi? Ha? Dedi, talant yasilibdi. Rashad kesilibdi. Texi asliq smotni yapilibdi. Keyin aytildi. Cho'nqurlashtirildi. Shunda to'g'ri, burunqidan texnik xolira qopdi. Qandaq? Tamoshimiz ko'ngillik bo'lgandi. Ismi jismiga loyiq shahmonchi bo'libdi. Hozir Alavattin Bakirman bo'lishni rostli bilibsan. Kichkina ko'chakni shuncha ola boshqa turib, rasmiy yasab chiqibsan. Buni Rahman o'zi yasabgan. Men buni o'rinlashtirgan emas. Faqat uning bir necha emgak kuchini avatib berdim. Yana shu Rahman. Biroq men burun agar men o'qoqni qo'limga olsam qildigan birinchi ishim Rahmanni bog'dan chiqarib etish edim. Amaliyot-chi. U bir taraflimi, ahmoqona, intayin sodda xiyolkan. Sen shuji bo'lmagan kim bilmaysa, men bir odamni deb ko'pchilikni ranjitib qo'ysam bo'lmaydi. Har bir odamning bir tarafini ko'rishga bo'lmaydi. Chor amal qilib, uning ortiqchiligini joriy qildirish kerak. Bu-mu islohotning ehtiyoji emasmi? Rahmonning ortiqchiligini joriy qildirish? Odam hamon o'zgardi ekan. Rahman ilgirgidan ko'p yuvashlashib ketdi. Bog'ni ko'tira apmo, hech qanday foyda ko'rmadi. Mush bir necha yilda dehqonlar boy bo'ldi.
Nurg'un dehqonlar yangi uy soldi. Lekin Rahmonchi yana loyiq koni uyda o'tiryapti. Yaxsın çocuğu. Yaxsın çocuğu. Tosun javkam. Kimil bo'ldinglarmi? Nima ish vatdi? Bugun tazib bilan oydin bo'ldi. To'sincha ukamni ketdi. 2000 bijar bunga oson emas. Shunga tal asl bidan o'tasaqmi deyman. Qana deysiz? Tursun, sen chiqandaq. Mehmon degan savobxona royiq boqdi. Sen nima deysan shu? Bo'ldi. O'tasaq o'tiraylik. Jiro. Bo'ldi. Qana. Iloh. Qana iloh. Tatmanglar. Katta iloh. Qana iloh. Sizlarni deb bugun men qo'zdan birini alohida so'yib edim. Qani uyinglardek tatmay o'tiringlar. Ta'mi yaxshi ekan. Ola Tursun. Qani, ola. Tatma, ola. Qani, sams keldi. Samsda elim. Samsa. Tatmanglar. Ola Tursun. Qani, ola. Tatma. Qani. Samsun ta'mi qandaroq bo'pti? O'xshatdimi? Qani, iloh. Mashtaqda mening panjitarim bo'lgan bo'lsa, toz yaxshi bo'lgan bo'lardi. Sizning panjitarlarni akilishga adam o'rlashtirib qo'ydim. Mana o'zi ketdi mana. Yatışıcı. Assalamu alaykum. Qanday mijozlar? O'tiringlar. Amin. Allah. Yatışıcı. Bir perde çipememsiz. Bunun lazım bulduğunu sen nereden bildin? Rahmakam ağaç çekin dedi. Ko'nglimdikini topdilar. Qani To'sincha akam, choylar. Ila tatma. Ana shu ko'pchilik tatma ilonlar. Gitse bulsa oy kayıp yanın işte yakın. Başı kara kundurlu ağzın sultan yolsuzlu. Başı kara kundurlu ağzın sultan yolsuzlu. Kendini sevdim ganda gece barayım gündüzlü. Kendini sevdim ganda gece barayım gündüzlü. Ürgüm Bağdat'tan ürgüm Bağdat'tan ürgüm Seni bir gün görmeysen ciddim aygı ürgüm Qani, tavsiz baqala. Iloh. Qani. Ta'mi qandoq Tursun? Bizning to'nglatqularimiz shaharnikidan qilishmaydigandu. Nima? To'nglatqu? Asli ish mundaq. Dog'ning ichiga bir quduq qo'yilgan. Shu quduqning ichiga tavsiz solib qo'ysak, muzdek turdiki. Suymi ajoyib muzdek. Nurg'unliq Qo'shida uzoqdan buyon bir ijtimoiy munosabat o'rtoqlanib keldi. Bu ommaga nurg'un ziyon soldi.
Partimizning inovatini to'sdi. Men nahiylik patron xizmat guruhining astoydil tekshirib, jiddiy chora ko'rishni qattiq talab qilaman. Bu ko'z bilan ko'ngil bo'lmaydigan, qo'lga urinmaydigan ijtimoiy munosabat to'g'ri. Tutay desang tutanmaysan, biroq xuddi yo'shin yaqindagi har soat har minutda ta'sir ko'rsatib turibdi. Bundaq to'rni qanday odamlar to'qiydigan? Bir og'iz so'z bilan aytganda, to'g'ri ustida to'g'ri bor, odam ustida odam bor. Ular giralishib, bir-biriga singishib, cho'ng bir ijtimoiy to'r bo'lib shakllangan. Kishilar salpil ehtiyotsizlik qilsa, bu to'rga tushib qoladi. Nəhayət uzun zamanlar ilgiriki qarxallar davrida təndiş yo'q. Atqan o'qni degan yerga takizlaydigan bir mərgən o'tgan ekan. O kishilarni ziyon zahmatdan xalos qilib, adolatni yoqlab, fuqarolarning hurmatiga sazovar bo'ldi. Bir kuni hastayangan boboy uni izlab kelib, tog' o'rmonlarning ichkarisida intayin yovuz, yiligar bir maxluqning borligini, u hamisha fuqarolarga va chorvalarga ziyon soladiganligini aytdi. Boboy mərgəndə uni yo'qitib berishni o'tinibdi. Atsi mərgən bu taqqa ketdi. Yani oxlab, önkirni qarg'a apti. Hem takabburlik bilan maqtinib, agar shu g'alati maxluq peshini chiqarsa, men uni darhol etib tashlayman debdi. Bir kun o'tibdi. 2 kun o'tibdi. Eliq g'alati maxluq hech qanday shayb chiqarmabdi. Mərgənnin ko'zlari imir-chimir bo'lib, qo'llari tilib, bara-bara sezgirligini yo'qotibdi. Oxir bir kuni eliq g'alati maxluq sakrab chiqibla, hech qanday tayyorlik bo'lmagan mərgənni dahsab chirib bitibdi. Yasin, bu qatimki partiyani tartib silish o'rganish kursi qancha kun ekan? 15 kunmi? 1 oymi? Kim bildi? Yasin aka. Tursun ukam. Keling, o'tiring. Yasin aka, o'rganishga boramsan? Asli, men seni unutib qo'yishim kerakdi. Lekin hozir sen meni unutib qo'yapsan. Amal yo'q. Naylik patkom mening birinchi qarorliq partiyani tartibga solish, o'rganish kursi qatnashimni aytibdi. Her yıl baharda gül çiçekki yazda şiirin mevgilik doludu. Meylenin hoşbıraklığını dimakka berip kişilerin özüge mehliya kılıdı. Lekin meyi pişip meyi bağlaganda asıllık kurup düşürdü. Sallı ihtiyatsızlık kılınsa ziyandaş kuruplar meyinin içine kirilip meyini yap tügütüdü. Tabiatte ziyandaş kurupun sahmış ters. Lekin biz daim ziyandaşlarının aldığını ettirsakla altın küz ahir bizden mensup buludu.